Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, efirda agar ko'rsatuvi. Bugun sizlar bilan muhokama etadigan mavzumiz ham g'oyatda dolzarb. Sud tizimida amalga oshirilgan islohotlarni muhokama etishni niyat qildik. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Xush kelibsizlar. Sun'iy intellekt sohaga qanday tatbiq etilyapti? Raqamlashtirish jarayonlari bugun sudlar faoliyatida qanday aks etyapti va samarasini nimalarda ko'ramiz? Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sudlar faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali odil sudlovga erishish darajasini oshirish haqida hamda sud tizimini moddiy texnik ta'minlashni yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezidentimiz farmoni muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan mana shu sudlar faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishdan maqsad nima yoki bo'lmasa o'sha farmonni mazmuniga qaraydigan bo'lsak, o'sha sudlar faoliyatiga raqamli sud konsepsiyasini joriy etish demak vazifasi qo'yilgan. Bu nima qulayliklarga olib keladi degan masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, misol uchun olaylik, murojaatlar sudga elektron shaklda yuboriladi. Mana yoki bo'lmasa shu bilan bir qatorda sud ishlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda to'liq elektron tarzda yuritiladi sud ishlarini o'zi. Va yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana sudlarda o'sha majlis bayonnomalarini yuritishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda real vaqt rejimida o'sha bayonnoma matni shakllantirilishi nazarda tutilyapti. Mana shu holatlarni o'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham, ya'ni birinchi navbatda o'sha sudda ish ko'rishni sifatini oshirishga, vaqtni unumli tejashga, shu bilan bir qatorda ayniqsa o'sha masofaviy sudlar sud jarayonlarini tashkil etish orqali esa bu fuqarolarni ham o'sha sudda ishtirokida qulaylik yuzaga keltiradi. Mana shu masofaviy sud majlislarini tatbiq etilishi fuqarolarni ham vaqtini ham mablag'larini ham tejayapti-da. Tergov sudyalari instituti deyamiz. Bu qanday institut? Haqiqatdan ham 2025-yili 1-yanvardan boshlab jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlarida tergov sudyasi lavozimi joriy etildi. Endi mana shu e'tibor qaratadigan bo'lsak, tergov sudyasi lavozimining joriy etilishi bu birinchi navbatda o'sha demak sudga qadar ish yuritish bosqichida turli protsessual qarorlarga sanksiya berish vakolati aynan shu tergov sudyalariga o'tkazildi. Va mana shu yerda ahamiyati nimadan iborat deydigan bo'lsak, birinchi navbatda bu yerda o'sha ishni ko'rishda xolislikni ta'minlash bilan bir qatorda sudyalarni ixtisoslashuviga ham olib keldi desak bo'ladi. Qaysi ma'noda? Mana tuman shahar sudida endilikda tergov sudyasi protsessual qarorlarga demak protsessual qarorlarga sanksiyani tergov sudyasi beradi tuman shahar sudlarida. Shu bilan bir qatorda ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ishlarni ham tergov sudyasi ko'rib chiqadi. Mana endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, misol uchun bitta misol bilan aytamiz. Mana ehtiyot chorasi sifatida shaxsni qamoqqa olish to'g'risidagi iltimosnomaga tergov sudyasi sanksiya beradi. Va bu sudya endi bevosita mana shu shaxs qatnashgan jinoyat ishini ko'rishda ishtirok etmaydi. Bu ishni ko'rishda boshqa sudya, jinoyat ishlari bo'yicha boshqa sudya ishtirok etadi. Mana shu holatda o'ziga qaraydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa o'sha tergov sudyasi jinoyat ishlari bo'yicha ishlarni ko'rmaydi, ammo ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'radi. Bu nimaga olib keladi? Ishni ko'rishda samaradorligini oshirishga, muayyan bir sohada alohida bir muayyan bir ishlar bo'yicha sudyalarni malakasini, ish unumdorligini, samarasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu yerda bitta qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz bor. Bu demak sudlar faoliyatiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish bor va sun'iy intellektni imkoniyatlaridan foydalanish. Bular nimada ko'rinadi va nima afzalliklari bor? Mana siz aytdingiz, ham suhbatlarimiz aytishdi, haqiqatan bu fuqarolarga demak sudga murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Birinchi, mana axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilinish afzalliklari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, haqiqatan to'g'ri aytildi. Bu
har doim ham masalan sudga kelish imkoniyati bor yoki yo'q. Aytaylik, sud Toshkent shahrida aynan bitta jinoyat ishini oladigan bo'lsak, Toshkent shahrida jinoyat sodir etilgan bo'lsa, demak jinoyat ishi Toshkent shahri o'sha tegishlilik bo'yicha tumanda ko'rilayotgan bo'lishi mumkin. Ish bo'yicha guvoh, jabrlanuvchilar aytaylik respublikaning boshqa viloyatlarida bo'lishi mumkin. Endi mana shu yerda mana hozir qishni sovuq kunlari bor, yozda jaziramasi bor, yo'l xarajati bor. Mana shu axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish fuqarolarimizga sudga kelmasdan turib sudda ishtirok etish imkoniyatini beradi. Bu shu paytgacha bu narsa oldinroq joriy qilingan edi. Faqat u qatnashish uchun o'sha o'zini joyidagi yoki o'sha turgan joyidagi tuman sudiga borish kerak edi. Endi bugungi kunda shunaqa imkoniyatlar yaratildiki, mobil ilovalar orqali, u planshetdadir yoki haligi kompyuter vositasidadir yoki qo'l telefoni orqali sudda ishtirok etib, o'zini fikrini, aytaylik, huquqini himoya qilishi va konstitutsiyaviy huquqlardan foydalanishi mumkin. Ikkinchisi, sun'iy intellektning sudlarga joriy qilinishini eng afzalliklaridan biri bu birinchi navbatda sudyalarning ish yuklamasini kamaytiradi. Nizosiz ishlar bor. Hozir bugungi kunda endi bu muhokama bo'lyapti. Aytaylik, notariatga o'tkazish bo'yicha ayrim turdagi da'vo turlarini, sud buyruqlari, mana kommunal to'lovlar bilan bog'liq va hokazo. Sun'iy intellektdan foydalanib sudlardagi ish faoliyatini yuklamasini yengillashtirish. Ikkinchidan, o'sha sudga murojaat qilayotgan fuqarolar sun'iy intellekt orqali o'zlarining huquqlarini qanday foydalanishi mumkin to'g'risida ma'lumotlarni ham olishlari mumkin bo'ladi. Sud huquq islohotlarida albatta sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jarayonda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli prokuratura 2030 strategiyasini tasdiqlash, uni samarali amalga oshirish chora tadbirlar to'g'risidagi farmon juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa sohaga raqamli texnologiyalar joriy etilishi orqali o'sha sohada faoliyat samaradorligi oshadi. Shaffoflik ta'minlanadi va shu sohadagi o'sha inson huquqlarini himoya qilish borasidagi faoliyatida ham juda katta bir o'zgarishlar yuzaga keladi. Masalan, birgina agar mana shu farmonda nazarda tutilgan tergov faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha jinoyat ishi yuritishda barcha bosqichi raqamlashtirish nazarda tutilgan. Va bunda mana tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va dastlabki tergov va uni yakuni bo'yicha keyinchalik o'sha qabul qilingan qarorlarning ijrosi bilan bog'liq jarayonlarda tegishli organlar o'rtasida axborot almashinuvini yo'lga qo'yilishi. Shu bilan bir qatorda aynan o'sha sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash orqali o'sha muayyan jinoyat ishlarini malakalashda ayni paytda o'sha tergov jarayonini tahlil qilish imkoniyatlari yuzaga keladi va aynan sun'iy intellekt texnologiyalarini o'sha foydalangan holda muayyan holda o'sha tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati ham yuzaga keladi. 2025-yilda sud huquq tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi va bu davom etyapti. Bugun studiyamizga tashrif buyurganingiz, qimmatli ma'lumotlaringiz uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, siz agar ko'rsatuvni tomosha qildingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Madaniyat va ma'rifat telekanali dasturlari davom etadi.